Bro! Ketmoqchi ekan, xohlaganini qilishmaydimi? Xohlasa ketsin, xohlasa qolsin. Bro, qolaman degan odam po-любому oldingizda qoladi. Ketaman degan astanovkada tushib ketaveradi. Bro, missiya esdan chiqmasin. Missiya o'sha yo'qotilingan obro'ni tiklash, oilani zo'r обеспечить qilish, zo'r ta'minlab qo'yish. Shuni ustida ishlayotgan bolalar, qizlar bor. Shuni ustida maksimal darajada ishlayotgan. Bu mashinlarga haqiqiy respekt. Bilasizmi, shunaqa insonlar bor. Ayollar ajrashib ketgan, farzandi bilan o'zi qolib ketgan. Bu haqiqiy soldiers, haqiqiy военныйlar. O'zini oilasi uchun, farzandi uchun yolg'iz harakat qilayotgan insonlar bor. Aql bovar qilmaydi. Mana shu insonlar respekt. Ana qanaqadir avtoritetni yo'qib olgan insonlar emas. Mana shu insonlar respektga loyiq.